48-savolga qaraymiz. Mis bilan kislorod reaksiyaga kirishib, qaysidir biri ortib qolgan, o'sha ortganni massasini topishimiz kerak. Bundan oldin ishlagan masalalarimizga o'xshaydi, faqatgina bizada necha gram oksid hosil bo'ldi demayapti, qaysi biridan necha gram ortgan deyapti. Kislorod 3.2 gram, mis esa 19.2 gram. Kam ko'pligini topishni o'rgatdim, buni o'rgatmayman hozir. Topadigan bo'lsanglar, kislorod kam, mis ko'p bo'ladi. Bizda necha gram ortib qolgan qaysi moddadan deyapti. Demak, mis ko'p bo'lganligi uchun misdan ortib qoladi. Necha gramligini topishimiz kerak. Mana buni topadigan bo'lsak, hozir nima kelib chiqadi? Misni kirishgani kelib chiqadi. 128 gram mis bilan 32 gram kislorod reaksiyaga kirishyapti. 3.2 gram kislorod kirishgan vaqtda qancha mis kirishadi deb topsak, 12.8 gram mis reaksiyaga kirishar ekan. Bizda dastlab 19.2 gram mis bor edi. Dastlab 19.2 gram edi. Kirishib ketdi bizda 12.8 gram mis. 12.8 gram mis va bizda ortib qolgan misni hisoblaydigan bo'lsak, 12.8 dan ayirishimiz kerak 19.2 ni. Bizda ortib qoldi 6.4 gram mis. Demak, ortib qolgan misni so'rayapti. Bizda 6.4 gram mis ortib qolgan. Javob 6.4 gram.